Bismillah deb 13 yildan beri aynan shu retsept bo'yicha snikers tayyorlab, juda ham ko'p sodiq klientlarni yig'ib daromad qilganman. Aynan shu retseptni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Qizilajoli tuxum va shakarni yaxshilab ko'pirtirib, eritilgan sariyog', qatiq, vanilin, tuz, chayni soda, un, kakao, kabard bilan solib, yaxshilab aralashtirib, bir xil massa bo'lganidan so'ng teng 3 bo'lagiga bo'lib olasizlar va har bir bo'lagini alohida kalka solingan duxovka listiga solib, tekislab, qizigan duxovkada pishirib olamiz. Birinchi kremi xona haroratida yumshagan sariyog' hamda varyoniy molokoni ko'pirtirib olamiz. Ikkinchi kremi qaymoq, sug'ishonli molokoni qoshiqda aralashtirib, morozilkaga 15 daqiqa qo'yib, keyin quyilgunicha ko'pirtiramiz. Korj varyoniy molokoli kremni solib tekislaysizlar va ikkinchi korjni qilib, ustidan qaymoqli kremni solib tekislaysizlar. Har bir korjlarga sirop qilish esingizdan chiqmasa, eng ustiga qaymoq hamda shokoladni gazda pastroq olovda eritib olasizlar. Yaxshilab eritib olganingizdan keyin bu yoqqa olib blender qilib bo'lganingizdan keyin qo'rib olingan yong'oq solib aralashtirib, pirojnikilarni eng ustiga quyib, tekislab bir kunga muzlatgichga yuborasizlar. Albatta shu usulda bitta tayyorlab ko'ringlar, sizlarga ham daromad olib keladi. Inshaalloh sizlar bilan xosiyat shans bo'ldi. Duo qilishni unutmanglar.